Qumursqa. O'tgan zamonda bir kishi safarga chiqqan ekan. Bir soydan o'tishga to'g'ri kelibdi. Qish vaqti suv muzlagan ekan. Eshakning keyingi oyog'i muzga toyib, yiqilib, beli sinibdi. U kishi xafa bo'lib, muzga qarab shunday debdi: "Ey muz aka, sen o'zing kimdan zo'rsan?" Muz: "Men zo'r bo'lsam, quyosh meni erita olarmidi?" debdi. Shunda u kishi kunga qarab: "Ey quyosh, sen kimdan zo'r?" debdi. Quyosh: "Men zo'r bo'lsam, bulutlar mening yuzimni to'sa olarmidi?" debdi. Shunda u bulutga qarab: "Ey bulut aka, sen kimdan zo'r?" debdi. Bulut: "Men zo'r bo'lsam, yomg'irlar meni teshib o'tarmidi?" debdi. Shunda u yomg'irga qarab: "Yomg'ir aka, sen kimdan zo'r?" debdi. Yomg'ir: "Men zo'r bo'lsam, yerga singib ketarmidim?" debdi. U yerga qarab: "Yer aka, sen kimdan zo'r?" debdi. Yer: "Men zo'r bo'lsam, o'tlar teshib chiqarmidi?" debdi. Shunda o'tga qarab: "O't aka, sen kimdan zo'r?" debdi. O't: "Men zo'r bo'lsam, mollar yulib yutarmidi?" debdi. Molga qarab: "Mol aka, sen kimdan zo'r?" debdi u kishi. Mol: "Men zo'r bo'lsam, bo'rilar yermidi meni?" debdi. So'ngra u kishi bo'ridan: "Bo'ri aka, sen kimdan zo'r?" deb so'rabdi. Bo'ri: "Men zo'r bo'lsam, merganlar meni otarmidi, o'ldirarmidi?" debdi. Mergan aka: "Sen kimdan zo'rsan?" debdi u kishi merganga. Mergan: "Men zo'r bo'lsam, o'q soladigan xaltamni sichqon va kalamushlar qirqib tashlarmidi?" debdi. Shunda u kishi sichqonga qarab: "Sichqon aka, siz kimdan zo'rsiz?" debdi. Sichqon: "Men zo'r bo'lsam, qumursqalar qulog'imdan chimchib chaqib olarmidi?" debdi. "Qumursqa aka, sen kimdan zo'r?" debdi. Qumursqa: "Men zo'r debdi. Otangning 600 botmon bug'doyini 6 tog'dan oshirib yeganman. Pochchangning 100 botmon bug'doyini 7 tog'dan oshirib yeganman. Men zo'r debdi. "Qorning nima uchun katta?" deb so'rabdi u kishi. "Jigarim zo'r" debdi qumursqa. "Beling nima uchun ingichka?" deb so'rabdi u kishi. "Mehnatim zo'r" deb javob beribdi qumursqa. "Kallang nima uchun katta?" debdi u kishi. "Davlatim zo'r, mehnatim zo'r, davlatim zo'r, men zo'r. Men zo'rman, men zo'r" debdi qumursqa.